Ruh va tan. Avtori Xandan. Atrofimda uchib yurgan jismlarning orasida odamlarni ko'rdim. Ularning jismlarining ustidagi jismlar bilan faxrlanishi, jismlarning qo'nalg'ulari bilan ko'ranglashlariga qaradim. Jism holatida qolmaslik uchun tirkishayotgan ruhlarning barbara nurlanayotgan simasini, jismlari bilan xo'shlashgandagi xotirjamlikning cho'nqur tiniqlarini sezdim. Ruh va tan orasida o'zimni izlashga boshladim. Özlük səfərimdəki tügəməz davallar bilan həpilişib, iç-içimdən çıxıyatqan, amma özüm naq joyini tepishqa amalsız qalayotqan aşu mənzilni közləb ilgirləyotqanımda, qo'limda telefondakı xəriti bilan birər yerni tepish uchun talay azğanım, yönelish tuyg'umning naqadar ojizligini əsladim. Ruhim faqat ovozga qarab məngvatatdi. Mən bu səfərning jismimning ezishlari bilan qarama-qarshi bo'lishini umid qildim. Allikimlar haqida kichikkina jo'g'i bilan, qarasangiz kichikkina degan gaplarni to'la anglaydim. Har qatim o'xshab qoladigan gaplarni anglaganimda deyilayotgan ishni faqat basliklarda qila oladigandak tuyg'uga jo'matdim. Hayotlikdagi vaqtliq qalbimiz bo'lgan tanni ruhdan nachasi ustun ko'rish, hatto faqat shunini muhim bilish haqida talay misollarga shohid bo'ldim. Kechayu kunduz chiroyning g'amida qolgan qizlarning o'qishini chala tashlashga majbur bo'lganligini ko'rdim. Qaddi qomati bilan gidiyib yurgan yigitlarning istiqboli uchun sarf qilishi kerak bo'lgan oltindek yoshligini zoya qilayotganligini ko'rdim. Umr hamrohini xuddi mol bozordan chishiga qarab mol tanlayotgandek ilg'ig'anlarning hikoyalari qo'lqo'miga kirdi. Ilham turqidan bu ishlarni qila oladigandak turmaydi degan gaplarning tashlanmaganligidan hayron bo'ldim. Tan qanchalik muhim, ruh qanchalik muhim emas deb o'yladim. Bularning javobi inson qanchalik muhimda ekan deb tushundim. Inson aslida inson bo'lganlik uchun baq qimmatlik edi. Uningdagi eng dastlabki yaralmishimi tan emas, ruh edi. Tan faqat bu dunyoda ishlatib turadigan qasriqimiz, ko'rinishimiz desak, ruh mangulik barliqimiz edi. Lekin ko'p chog'larda ko'rinishlar muhim bilingachkimi, ko'rinmaydiganlar bir chetga qayrilyotadi. Beşimdən qattiq soğuqlar o'tmagicha manmu bir insonga qaraganda eng oldi bilan sirtiga qarab salatdim. Bu vaqtda olgan tarbiyam hay berib tursimi, ko'pincha baholarni yanada sirtiga qarab berib qaratdim. To'liqsiz vaqtimizda chiroyiga qarab muomala qiladiganlarga chiroyliq satning belgilamasini kim tuzibdi? Bundaq bo'lsa chiroyliq, bundaq bo'lsa sat deydigan qoida bormikan? Aslida hammamiz chiroyliq deyilgan aqlim bara-bara jamiyatning o'rgatgan o'lchamlariga ergashishga boshladi. Ruhim haqida o'ylangan chog'im doktorxona bo'pti. Tanning xuddi helali chaqilib ketadigan aynoq qochidak vaqtliq narsa ekanligini belikimga sanchagan yangilardan, atrofimda ingrayotgan 6 yoshlik kichik jonlardan bilibdiman. Ruhimga zansilib qarab baqibdiman. Shuningdan buyon ba'zida beshimizga kelgan cho'ng kulfatlarning hayotimizni qanchalik o'zgartiradiganligi biz uchun naqadar qimmatli bir fursat ekanligini qayta esimga soladigan bo'ldim. Ruhdagi qizg'inlik, yurakdagi o't, irodadagi kuch, miyadagi aql sarson yurmoqda. Hech kim bularni ko'rib baho bermadi. Faqat tan ojizligi tillarda daston bo'lib, jismoniy butunlik olqishlanmoqda. Men safarimga davom qilgach, mushu qo'llarni yozayotgan barmoqlarimning tuproq ostida aslidagi tuproq holatiga qaytadiganligini esimga oldim. So'ngaklarimning asli so'ngak emas, to'p ekanligini o'yladim. Men bularni yozib berayotgan barmoqlarim bilan emas, o'ylab berayotgan ruhim bilan men edim. Atrofimda jismlar aldirash yurmoqda. Men o'lmas ruhlarning tavariklarini ruhimning eng cho'nqur qatlaridan qazib chiqarayotgandek turman.